Hammaga assalomu alaykum. Buxgalter Usmonov kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan birgalikda o'sha ko'pchilik so'ragan mavzulardan biri aksiz solig'ini tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, bugungi video darsimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Premium klassda o'tib berishga harakat qilaman. Ochig'i bu video darslik o'zim ham chiqarish niyatida edim. Yana bir kishi so'ragandan keyin tezroq chiqarmasam bo'lmas ekan deb videorolikni chiqarishga qaror qildim. Xo'p, ko'p sizlarni kuttirmasdan videomizni boshlaymiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Xo'p, mavzumiz aksiz solig'i. Sizlar bilan men Usmonov Diyorbek, ya'ni Buxgalter Usmonov kanali. Xo'sh, bugungi videomizdan nimalarni o'rganamiz? Birinchi savol shu bo'ladi bizda. Endi har bir odam ham o'ziga kerakli narsani o'rganish uchun videoni ko'radi. Baribir masalan, bu videodan nimani o'rganib bilaman, nima qiziq joyi bor, nima uchun ko'rishim kerak degan savollarga hozir sizga javob berib o'taman to'liq. Xo'p, bugungi videodan aksiz solig'i o'zi nima va kimlar to'laydi? Birinchi rejamiz, birinchi qismimiz yoki birinchi bo'limimiz desak ham bo'ladi. Aksiz solig'i o'zi nima va kimlar to'laydi? Xo'p, bo'ldi. Ikkinchi rejamiz soliq to'lovchilarini soliq kodekslari bilan ko'rib chiqamiz va aksiz stavkalarini ko'ramiz, hisoblash metodlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, uchinchi rejamizda esa aksiz hisobotini topshirish muddati va neft mahsulotlari uchun aksiz solig'i hisobotini topshirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi rejamiz bo'yicha boshlaymiz darsligimizni. Aksiz solig'i o'zi nima? Birinchi savol shu bo'lishi mumkin sizda. Agar siz bu aksiz solig'i hisobotini yuborib yurgan bo'lsangiz agar bu savollarni menimcha bilasiz. Endi ko'pchilik bizda amaliy buxgalteriyani biladi, nazariydan esa uncha bilmasligi mumkin yoki soliq kodekslari bilan aksiz solig'i bo'yicha tanishib chiqmagan bo'lishi mumkin. Batafsil hozir hammasini birgalikda ko'ramiz. Xo'p, ketdik. Aksiz solig'i bu davlat tomonidan ayrim turdagi zararli tovarlar, tamaki, spirtli ichimliklar, neft mahsulotlari narxiga qo'shiladigan bilvosita soliq turi. U tovar tannarxiga ustama sifatida qo'shilib, yakuniy iste'molchi tomonidan to'lanadi va budjet daromadlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Birinchi rejamizda o'sha birinchi aksiz nimaligini ko'rdik. Ikkinchisi o'sha birinchi rejamiz bo'yicha ketyapmiz hali. Kimlar aksiz solig'i hisobotini topshiradi? Javob: tamaki, spirtli ichimliklar, neft mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va realizatsiya qiluvchilar. Ya'ni bu joyga aytilyaptiki, o'sha tamaki mahsulot ishlab chiqarasizmi yoki tamaki mahsulotini sotasizmi, siz aksiz solig'i to'lovchisi hisoblanasiz yoki o'sha aksiz solig'i hisobotini topshiruvchi hisoblanasiz. Xo'p, bu sizga foyda, zararingiz yoki boshqalaringizga ta'sir hech qanday aloqasi yo'q narsa. Ya'ni hisobot sotasizmi, elektron hisob faktura orqali yoki onlayn nazorat kassa mashinasi orqali sotasizmi, siz o'sha hisobotini topshirishingiz majburiy. Xo'p, ketdik. Keyingisi. Aksizni, ya'ni aksiz solig'ini kimlar to'laydi? Yakuniy iste'molchilar. Xo'p, yakuniy iste'molchi kim? Yakuniy iste'molchi bu, masalan, men 100 ming so'mlik mahsulot sotdim. 100 ming so'mlik mahsulotni ichida aksiz solig'i bor. Aksiz solig'i bo'la turib sizga 100 ming so'm dedim. 100 ming so'm menga berganingizdan keyin siz oldingiz u mahsulotni iste'mol qildingiz. Iste'mol qilganingizdan so'ng bu aksizni solig'ini siz menga to'lab berdingiz, sababi o'sha 100 ming so'mlik mahsulotning ichida aksiz solig'i mavjud edi. Endi buni bu yoqda ham ko'rib chiqamiz shu narsani. Masalan, 100 ming so'mlik mahsulot sotildi, uning ichida aksiz solig'i bor 20 ming so'mlik. Hozir aytgan yo'nalishimizga to'g'ri keladi. Keyingisi, aksiz solig'i hisoblash tartibi bu o'zi sotuvlardan olinadi. Demak, sotuvlarimiz ikki xil bo'ladi: ulgurji va chakana. Ulgurji bu katta hajmda, bunaqa qilaylik. Ulgurji bu o'zi katta hajmda ommaviy sotish hisoblanadi. Ya'ni tonada sotiladi. Men masalan bir neft mahsulotlarini saqlash obyektim bo'lsa agar, menga kelgan mashinalarga neft men sotsam, ya'ni ular o'zi iste'mol qilmaydi, o'zi etib uni o'zini zapravkasi bor yoki boshqalari bor, etib u yoqdan sotsa agar yakuniy iste'molchilarga, ular ulgurji sotuvga kiradi. Katta hajmda ommaviy sotish hisoblanadi shu. Ya'ni optim deydimi? Shunaqa optim sotish. Chakana esa bu donalab yakuniy iste'molchilarga sotish hisoblanadi va u litrda hisoblanadi. Zapravkaga benzin kelib tushdi, zapravkadan tarqatildi iste'molchilarga. Bu o'sha chakanaga kiradi. Xo'p, keyingisi. Masalan, ulgurjiga sotilsa, bu elektron hisob faktura orqali rasmiylashtiriladi har bir xaridorga. Chakanaga sotilsa, har bir xaridorga onlayn nazorat kassa mashinasi orqali sotuv cheklari taqdim etiladi. Xo'p,
ulgurjiga sotilganligini endi yanada ko'rib chiqamiz yoritib. Xo'p, ulgurjiga elektron faktura rasmiylashtiriladi dedik. Ulgurji sotuv bo'lgan paytda. Ulgurji sotuv bo'lgan paytda elektron faktura rasmiylashtirilishi uchun shartnomalar bo'lishi kerak. O'rtada ishonchnoma bo'ladi. U korxonani siz, ya'ni kontragentingizni ahvolini o'rganishingizga to'g'ri keladi ba'zi hollarda. Ya'ni bu 50% to'lab berib mahsulotni olib chiqib, qaytib sizga yana kelishi mumkin. Shunaqa holatlar, endi operatsiya bilan ishlaydi demoqchiman. Ya'ni pul ko'chirish bilan ishlaydi. Bunda siz o'sha A, B, C korxonalarga bo'lib kirasiz. Ya'ni u xaridorlaringiz siz eslab qolishingiz majburiy. Sababi endi majburiy deganda qanaqa? Bu shartnoma qilasiz u bilan, pul ko'chirish bo'ladi, bankda xotiralar qoladi, boshqa hamma istoriyalar bo'ladi uni. Shu tartibda ulgurji savdo bilan ishlaysiz. Chakana savdoda esa, chakana savdoda har bir xaridorga onlayn nazorat kassa mashinasi orqali sotuv cheklarni taqdim qilasiz. Ya'ni bu degani o'sha kassa apparat deydi-ku, kassa apparatdan chek chiqarib berasiz. Masalan, 100 ming so'mlik benzin quydimi sizdan, zapravkangizdan kelib, siz masalan operatormisiz, 100 ming so'mlik benzin uchun chek berasiz xaridorga, sotuv chekini taqdim qilasiz. Bunda siz eslab qolishingiz shart emas, bu bilan shartnoma tuzmaysiz, u bilan bank ko'chirmalari bo'yicha pul o'tkazmalarini amalga oshirmaysiz. Ishonchnoma rasmiylashtirilmaydi, hisob faktura rasmiylashtirilmaydi. U ya'ni siz kelgan xaridorlarni eslab qolishingiz shart emas. Endi sodda tilda aytsak, eslab qolishingiz shart emas. Ularni hammasini mijoz deb ko'rib chiqasiz. Xo'p, demak, buni ham ko'rdik. Endi ikkinchi rejamizga o'tamiz. Xo'p, soliq to'lovchilar bo'limi bor bizada. Ya'ni aksiz solig'i to'lovchilari hisoblanadiganlar. Boya aytganimizdek, kimlar kirishi birinchi rejamizda ham ko'rib chiqdik. Endi soliq kodeksi bilan bitta ko'ramiz. 283-moddasida ko'rsatilgan. Xo'p, soliq kodeksi 283-moddasini ko'ramiz. Soliq to'lovchilar degan o'zi. Xo'p, aksiz solig'ini to'lovchilar bundan buyon ushbu bo'limda soliq to'lovchilar deb yuritiladi deb quyidagi shaxslarga e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi hududida aksiz solig'i solinadigan tovarlarni, aksiz to'lanadigan tovarlarni ishlab chiqaruvchilar. Ikkinchisi, tabiiy gazni iste'molchilarga realizatsiya qilishni amalga oshiruvchilar. Uchinchisi, benzin, dizel yoqilg'isini yakuniy iste'molchilarga realizatsiya qilishni, shu jumladan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali, shuningdek gazni gaz to'ldirish stansiyalari va boshqa gaz to'ldirish punktlari orqali realizatsiya qilishni amalga oshiruvchilar. Ushbu bo'limni qo'llash maqsadida yakuniy iste'molchilar deganda o'z ehtiyojlari uchun benzin, dizel yoqilg'isini hamda gaz oluvchi yuridik va jismoniy shaxslar tushuniladi. Xo'p, buni Soliq kodeksi 283-moddasi soliq to'lovchilar degan moddamizni batafsil o'qib chiqsangiz, yanada sizga aniqroq bo'ladi. Men hozir umumiy endi bu soliq kodeksi bo'yicha bitta tushuncha berdim. Endi uni ichiga kirib o'rganaverasiz bemalol. Hozir bitta narsaga to'xtalamiz. Men bu joyga yakuniy iste'molchilar deganda o'z ehtiyojlari uchun benzin, dizel yoqilg'isi hamda gaz oluvchi yuridik va jismoniy shaxslar tushuniladi deyilgan. Yakuniy iste'molchilar bo'ya aytganimizdek, o'sha bu yoqda ko'rsatdik. Mana chakana savdoda bo'ladi asosan. Yakuniy iste'molchilar litrda sotildi. U masalan zapravkadan benzin olgandan keyin mashinasiga solgandan keyin kimgadir etib sota olmaydi uni. U baribir yakuniy iste'molchi o'zi hisoblanadi. Chunki o'zi iste'mol qiladi. O'sha mashinasida yoqilg'ini sarflaydi va o'zi o'sha yakuniy iste'molchi sifatida e'tirof etiladi. Xo'p, endi soliq kodeksi 283-moddasini ko'rdik. Shuni o'qib chiqsalaringiz batafsil yana tushuncha bo'ladi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Soliq kodeksi 289-moddasi ham bor bizada. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda soliq stavkalari ko'rsatilgan. Mana 289.1-moddada tamaki mahsulotlariga doir soliq stavkalari ko'rsatilgan. Keyingisida soliq kodeksi 289-moddasi 2-moddasida alkogolli mahsulotlarga doir soliq stavkalari belgilangan. Hozir biz ko'rib turgan mavzumizga aloqador moddamiz soliq kodeksi 289.3-moddasi neft mahsulotlari va boshqa aksiz to'lanadigan tovarlar va xizmatlarga doir soliq stavkalari. Xo'p, bu yerda neft mahsulotlari va boshqa aksiz to'lanadigan tovarlarga nisbatan soliq stavkalari quyidagi miqdorda belgilanadi deb aksiz stavkalari belgilangan. Stavkalarni ko'rishingiz mumkin. Endi buni biz bunaqa ko'rinishga ham keltirib olganmiz. Ya'ni bu o'zi Davlat soliq xizmatlari sayti yoki ijtimoiy tarmoqlarida tashab qo'yilgan edi stavkalari. Endi buni tushuntiraman. Mana bu birinchi qism bor-ku. Birinchi qismda neft mahsulotlari deb yozilgan. Neft mahsulotlar 1-dan 3-gacha. Ya'ni bu yoqda nima deyilgan? Bu o'sha neft mahsulotlarini
ishlab chiqaruvchi yoki qayta ishlovchi zavodlar bor-ku. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi, xuddi shunga o'xshagan zavodlar tepadagi yuqoridagi stavkalardan foydalanadi. Endi zapravkalar esa yakuniy iste'molchilarga realizatsiya qilinadigan, ya'ni 4-qism bilan ishlaydi. Xo'p, bu joyga endi yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Soliq stavkalari deyilgan 2026-yil 1-yanvardan bunaqa ko'rinishda bo'lgan. 2026-yil 1-apreldan boshlab bunaqa ko'rinishga o'zgaradi. Bu har yilda 1-aprelda o'zgaruvchi stavka hisoblanadi. Har yil xuddi shunaqa tartibda jadval chiqariladi va shunga ko'ra 1-apreldan boshlab stavkalar o'zgartirib boriladi. i80 va undan yuqori benzin realizatsiya qilinsa, masalan, yakuniy iste'molchilarga realizatsiya qilinsa, ya'ni zapravkadan sotilsa, bu 525 so'm 1 litrga qo'llaymiz. Bu joyga endi summa qiziq emas, faqat miqdorga nisbatan qo'llaniladi. Xo'p, hozir buni yana ko'rib chiqamiz batafsil. Demak, 1 tonna uchun 700 ming so'm aksiz solig'i hisoblanadi. 1 litr uchun 525 so'm. Bu 1-aprelgacha amal qiladigan stavkasi bu. Bu joyga i80 va undan yuqori benzin deganda i80 dan i91 gacha bo'lgan benzinlar mana shu yuqoridagi stavkaga to'g'ri keladi. i91 va undan yuqori benzin deganiga i91 dan o'sha yuqori, masalan, necha 105 mi, oxirgisi 100 markami shunga to'g'ri keladigan stavka hisoblanadi bu. Dizel yoqilg'isiga bunaqa stavkada qo'llaysiz. 1 litr uchun 525 so'm, 1 tonna uchun 635 ming so'm. Suyultirilgan gaz uchun bunaqa, siqilgan gaz uchun bunaqa. Xullas, bu stavkalarni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Telegram kanalimiz mana ekranda ko'rsatib turgandek yoki video pastida silkasini qoldiraman. Shu silka orqali Telegram kanalimizdan o'tib, mana shu aksiz stavkasini ko'rinishini olishingiz mumkin. Aksiz solig'i umumiy sotilgan mahsulot summasiga emas, miqdori bo'yicha mahsulot turi kesimida stavkalar bilan qo'llaniladi. Masalan, 100 ming so'mga sotilgan mahsulotlarga emas, 100 ming so'mlik mahsulot ichida qancha miqdor mavjud bo'lsa, faqat shunga aksiz solig'i hisoblanadi. Aksiz solig'i stavkasidan kelib chiqib albatta, o'zini mahsulot turi kesimida, masalan, 100 ming so'mlik i91 sotildimi? Bu 100 ming so'mlik mahsulot ichida qancha miqdor bor? Masalan, 1 litrmi yoki 10 litrmi, shuni hisoblab, shu stavkaga ko'paytiramiz. Endi chakana savdo uchun hisoblash tartibini bitta ko'rib chiqamiz. 10 litr 100 ming so'mlik i92 markali benzin sotildi. 10 litrni olamiz. Xo'sh, i92 dedik. i92 ni mana bu qatorga kiradi. 1 litr uchun 470 so'm. Xo'p, 10 litr i92 470 so'mdan ko'paytiramiz. 4700 so'm, ya'ni 100 ming so'mlik 10 litr i92 markamiz ichida 4700 so'm aksiz solig'i mavjud ekan. Bu misol tariqasida olingan, bu narx o'zgarishi mumkin. Endi bu rasman tasdiqlangan narx emas. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Ulgurji savdo uchun hisoblash tartibi. 10 tonna 100 million so'mlik i92 markali benzin sotilsa, 10 tonnani birinchi bo'lib yozib olamiz. Keyin, xo'p, i92 endi ulgurjida sotildi dedik. 1 tonnasi uchun 621 ming so'm ekan. Shuni 10 tonnaga ko'paytiramiz. 10 tonnaga ko'paytirsak 621 ming so'mni 6 million 210 ming so'm bo'ladi. Ya'ni 100 million so'mlik mahsulotimiz ichiga 6 million 210 ming so'mlik aksiz solig'i mavjud ekan. Bu o'sha miqdordan kelib chiqib mahsulot turi kesimida ko'paytiriladi dedik. Aksiz stavkasi bu o'sha o'zi soliq kodeksida ham mana ko'rishingiz mumkin, tasdiqlangan stavkadan olyapmiz. Xo'sh, endi 3-rejamizga o'tdik. 3-rejamizda aksiz solig'i hisobotini topshirish muddati va neft mahsulotlari uchun aksiz solig'i hisobotini topshirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, aksiz solig'ini topshirish va to'lash muddati har oyning 10-sanasigacha etib belgilangan. Buni o'sha Soliq kodeksi 292-moddasida soliq hisobotini taqdim etish tartibi keltirilgan. Xo'p, kelinglar ko'ramiz 292-moddani. Mana, soliq hisoboti agar ushbu moddaning 2-qismida boshqacha nazarda tutilmagan bo'lsa, soliq bo'yicha hisobda turilgan joydagi soliq organlariga har oyda soliq davrini keyingi oyning 10-kunidan kechiktirmay taqdim etiladi. Hozir aytganimizdek, 10-sanagacha topshirilar ekan. Aksiz solig'i o'sib boruvchi tartibda bo'lmaydi. Har oyda realizatsiya qilingan hajm bo'yicha topshiriladigan soliq hisoboti hisoblanadi. Hisobot shakllantirishda ulgurji va chakana sotilgan tovarlar miqdorini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun
Xo'p, o'zi tovarlarni qanaqa qilib aniqlaymiz desalaringiz, tovarlarni sotilganini, ulgurji yoki chakanaligini aniqlash ulgurji sotsa agar, demak, boya aytdik, elektron hisob faktura rasmiylashtiramiz. Elektron hisob faktura rasmiylashtirish faqat o'sha New Soliq Servis, Faktura.uz shunga o'xshagan operatorlardan amalga oshiriladi. Hisob fakturalar bo'limi hamma platformalarda ko'rinadi. Masalan, Detox'da ham, Soliq Servisda ham, Faktura.uzda ham, yana boshqa operatorlarda ham ko'rinaveradi. Любойda kirsanglar agar o'sha sizlar taqdim etgan o'sha hisob fakturalaringiz ko'rinadi. Demak, bu hisoblash uchun bunaqa qilamiz. Hisob fakturaga kiramiz. Hisob faktura yuborilgan bo'lsa agar, mana yuborilgan bo'limiga kirib, hisob fakturamiz yuborilgan bo'lsa, neft mahsulotlari uchun yoki o'sha aksiz solig'i to'lanadigan tovarlar uchun hisob faktura yuborgan bo'lsanglar, o'shani miqdorini olasizlar. Summasini emas, miqdorini olamiz va miqdorini o'zini stavkasiga ko'paytirib, o'sha hisobotda shakllantirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu firmamizda elektron hisob faktura rasmiylashtirilmagan, ya'ni ulgurji tovarda sotilmagan, ulgurji savdo qilinmagan, faqat chakana savdo qilingan, ya'ni yakuniy iste'molchilarga neft mahsulotlarini realizatsiya qilgan. Xo'sh, buni ko'rishni imkoni bor. Albatta, yuridik shaxslar onlayn nazorat kassasi orqali realizatsiya qilingan. Buni ko'rish uchun My.uz soliq saytimizga kiramiz va xizmatlar bo'limiga o'tamiz. Xizmatlar bo'limiga o'tganimizdan keyin pastda yuridik shaxslarning onlayn nazorat kassa texnikasi ma'lumotlari bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan keyin mahsulot xizmat realizatsiyasi degan bo'limning ustiga bosamiz. Bu yerda fiskal modul tanlaymiz. Qaysi fiskalingiz o'sha oyda ishlagan. Masalan, bizda mart oyida mana shu fiskal raqamimiz ishlagan, ya'ni shu kassa apparatimiz ishlagan. Xo'p, martni qo'yib olamiz. 1-martdan 31-martgacha qidirishni bosamiz. Qidirishni bosganimizdan keyin yuridik shaxslar onlayn nazorat kassa mashinasi orqali realizatsiya qilingan neft mahsulotlarimiz ko'rinish boshlaydi. Bu joyga mahsulot turi, keyin mahsulot xizmat identifikatsion kodlari ko'rinadi, ya'ni MXIga ko'rinadi. Xo'p, mahsulotning o'rtacha xizmat qiymati, ya'ni bu yerga o'sha mahsulotingizni o'rtacha narxi ko'rinadi. Mahsulot oxirgi sotilgan vaqti ko'rinadi. Masalan, 92 markali benzinimiz oxirgisi mart oyi uchun 31-martda sotilgan, 91 esa 28-martda sotilgan. Keyingisi bizga kerakli bo'limi sotilgan mahsulot xizmat soni dona kilogramm deb qo'ygan. Bu yerda kassa apparatda nima turgan bo'lsa, ya'ni litr turgan bo'lsa, litrda ko'rsatadi. O'zi asosan litrda turishi kerak bu. Endi miqdorimiz bor bizga. Miqdorlarni hammasini olib chiqishimiz kerak. O'zim aksiz solig'i hisobotini topshirgandim. Endi sizlar uchun yana bir marta topshirmasdan shu xomaki variantda ko'rsatib beraman. Buning uchun MySoliq.uz platformamizga kiramiz, elektron shakllarga o'tib olamiz. Keyin bu joydan aksiz solig'i hisobotini ochamiz. 108-kod bo'yicha bu yerdan oxirgi amalda turgan hisobot paketimizni olamiz. Ya'ni amalda turgani mana shu 1-yanvar 2026-yildan boshlab hali tugamagan. Ustiga bosamiz. Kirganimizdan keyin hisobot turini tanlab olamiz. Hisobot bo'ladi. Endi ilk marta topshirayotgan bo'lsangiz, yilni qo'yib olamiz. 2026 davrda mart oyini, demak, realizatsiyasini olyapmiz va mart oyi aksiz solig'i hisobotini topshiryapmiz. Tanladik. Aksiz solig'i to'lovchi to'g'risida ma'lumotlar ko'rinadi. Bizga kerakli bo'limlari mana. Birinchi ilovasi bor. Qat'iy stavkada qo'llaniladigan aksiz solig'i hisob kitobi, alkogolli va alkogolsiz ichimliklar. Bu bo'limni to'ldirish mumkin. Agar alkogolli ichimliklar o'sha ishlab chiqarsangiz yoki sotsangiz, shu bo'limni to'ldirasiz. Xo'p, bizga kerakli bo'limi hozir qat'iy stavkalar qo'llaniladigan aksiz solig'i hisob kitobi ayoqish yakuniy iste'molchilarga realizatsiya qilinadigan degan bo'limi kerak bo'ladi. Xo'p, ichiga kirib olamiz. Bu bo'limga kirganimizdan keyin bizga mana shunaqa oyna ochiladi. Bu yoqda sal qo'rqinchli ko'rinishi mumkin, lekin hech ham unaqa joyi yo'q. Biroz faqat bilmasangiz ikkilantirish holatlari keltirib chiqaradi. Hozir buni birma-bir to'ldirishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi bo'lib shu My.uz soliq saytimizdan yuridik shaxslarning onlayn nazorat kassa texnika ma'lumotlari bo'limiga kirib, mahsulot xizmat realizatsiyasi bo'limiga o'tib, fiskal modul raqamlarini qo'yib, sanani qo'yib olamiz va qidirish qilganimizdan keyin miqdorlar ko'rinadi. Miqdorlarni birin-ketin yozib chiqamiz. Agar bizada elektron hisob faktura ham bo'lsa, masalan 1 tonnaga, 2 tonnaga sotilgan bo'lsa, biror bir klientimizga mana bu yoqda litr, tonna degan joylari bu. Agar o'sha elektron hisob faktura orqali realizatsiya qilingan bo'lsa, tonna degan bo'limga yozamiz. Agar chakana savdo orqali realizatsiya qilingan bo'lsa, litr degan bo'limiga yozamiz. Bizda hozir
May 3 soliq sayti bilan litrda realizatsiya qilingan. Ya'ni yakuniy iste'molchilarga sotilgan. Xo'p, bu bo'yicha litr bo'lsa litrni yozamiz. Xo'sh, yozish qanday bo'ladi? Miqdorni olamiz birinchi bo'lib, birin-ketinlik bilan olamiz. I91 markalidan boshlaymiz. Kopiya qilib oldik. Xo'p, I91 ni tonna degan qismiga, soliq solinadigan baza degan bo'limiga yozamiz. Mana shunaqa. Aksiz to'lanadigan tovarlar realizatsiyasi. Shu yo'g'iga yozamiz, shu joyga. Xo'p, keyingisi 92 marka bo'lsa, 92 ni olamiz. 92 ni litr degan joyga yozamiz. Hozir bu ham uzr tonnada bo'lib ketibdi. Litr degan joyga yozamiz. Xo'p, keyingisini oldik-ku. Mana bu o'rtadagi probel bor-ku, mana ochiq joy. Buni o'chirmasa agar, probeldan u yog'ini yozmay qoladi. Faqat probeldan boshini oladi. Keyin mana bu joyga vergul bo'lsa, vergulni olmaydi. Nuqta qo'yish kerak обязательно. Xo'sh, keyingisi dizel yoqilg'isi kerak bo'ladi bizga. 120 litr sotilgan ekan. Dizel yoqilg'isi litr degan joyga 120 ni qo'yamiz va oxirgisi propan gazni olamiz. Propan gazimizni suyultirilgan gaz litr degan joyga bu yoqda yozamiz. O'rtadagi probelni olib tashlaymiz. Bo'ldi. Aksiz solig'i hisoboti mart oyi uchun to'ldirildi desak bo'ladi. Sababi hamma biz realizatsiya qilingan mahsulotlarni miqdorini yozib chiqdik. Endi o'ngga sursak agar jadvalimizni, bu yoqda o'zi aksiz solig'i stavkalari belgilangan tartib o'zi tortib kelyapti. Paketda kiritilgan, bu o'zi avtomat tortadi. Xo'sh, mahsulot turi kesimida mana masalan 91 markali benzinimiz uchun biza 292 litr uchun 470 so'mdan ko'paytiryapti. Bu yoqdan solishtirishimiz mumkin. Xo'sh, 470 so'mdan dedik. Mana 91 uchun 470 so'mdan 1 litr uchun olyapti. 470 so'm. 1 tonnasi uchun 621 ming. Mana pastda ko'rsatib qo'ygan 621 ming. Xullas 292 litr benzinimiz uchun 137 ming so'm aksiz solig'i hisoblanadi. Keyingisi 13928 litr 92 markali benzinimiz uchun ham 470 so'mdan aksiz stavkasini ko'paytiryapti. 6.546 ming so'm hisoblanadi. Jami realizatsiya qilganimiz bo'yicha, demak 12.402 ming so'm aksiz solig'i hisoblandi. Mana bu pastdagisi esa o'sha suyultirilgan gaz, ya'ni propan uchun hisobladi. 525 so'mdan 5.655 ming so'm hisobladi. Bu yoqda ham mana suyultirilgan gaz bu 525 so'm. Xuddi shunaqa stavka bo'yicha o'zi olyapti. Keyin mana bu yerda soliq solinadigan bazani kamaytirish bo'limi ham bor. Bu joyga imtiyoz qo'llashimiz mumkin. Mana bu yerda kichkina strelkachani ustiga bossak agar, masalan, soliq kodeksi tomonidanmi yoki O'zbekiston Respublikasi prezident farmoni bormi, qanaqadir, masalan, siz o'sha aksiz solig'i bo'yicha imtiyozingiz bo'lsa agar, shu joyga imtiyozingiz IDsini kiritish orqali o'zingizni soliq stavkangizni kamaytirishingiz mumkin yoki soliq solish bazasini kamaytirishingiz mumkin. Aksiz solig'imiz shunaqa tartibda to'ldiriladi. Bu yerda hozir soliq solinadigan bazani yozdik. Sotkalarimizni yozib chiqamiz. Xuddi mana shunaqa tartibda. Soliq solinadigan bazamizda aksiz to'lanadigan tovarlar realizatsiyasi degan qismiga qo'yib chiqamiz. Bu yoqda jamida o'zi yozganlarimizni tortib keladi hammasini. Hisobot davrida ishlab chiqarilgan, import qilingan tovarlar miqdori bo'lsa, bu yoqda kiritasiz. Bizda hozir faqatgina o'sha zapravkamiz orqali sotilgan neft mahsulotlarimizni miqdorlarini kiritib chiqdik. Xo'p, o'zini markasi bo'yicha mana qo'yib chiqasiz. Litr tonna degan, agar litrda sotilgan zapravka orqali litrga qo'yasiz. Buni litrni aniqlash mana bu yoqdan ko'ramiz dedik. Onlayn nazorat kassa mashinalari orqali realizatsiya qilinganda tonnada sotilgan bo'lsa, elektron hisob fakturalardan yig'ib chiqib bu yoqda ko'rsatamiz. Xullas shunaqa tartibda aksiz solig'ini ilovasini to'ldirishimiz, hisobotini to'ldirishimiz va hisobotini yuborishimiz mumkin. Xo'p, menimcha hamma rejalarimiz yopildi hozir. Xo'sh, aksiz solig'i o'zi nima va kimlar to'laydi degan savolga javob berib o'tdik. Ikkinchi rejamiz bo'yicha aksiz soliq to'lovchilari
soliq kodekslari bilan ko'rib chiqdik, soliq stavkalarini ko'rib chiqdik, hisoblash metodlarini ko'rdik. 3-rejamiz bo'yicha aksis hisobotini topshirish muddatini ko'rdik va neft mahsulotlari uchun aksis solig'i hisobotini topshirishni ham ko'rib chiqdik batafsil. O'ylaymanki, bugungi videomiz juda ham menimcha tushunarli bo'ldi va savollarga o'rin qolmadi degan umiddaman. Kimdadir savol bo'lsa agar kommentariyada yozishingiz mumkin. Savollaringizga ham batafsil javob berishga harakat qilaman. Yana qanaqadir yordammi yoki tushunmovchilikmi yoki keyingi video haqidami, masalan, shunaqa izohlaringiz bo'lsa agar kommentariyada yozib qoldiring. Albatta ularni birma-bir o'zim ko'rib chiqib, javob berishga harakat qilaman. Xo'p, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundanda qiziqarli videolarni tayyorlashimiz uchun bizga like bosib qo'ysangiz agar, shuni o'zi yetarli. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.